Hammaga assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Cho'tam bo'lyapti. Akalar, yangi video obuna bo'lib qo'yinglar, unutmanglar. Короче, kantanani oldim. Bu kantana emas, bu taxtana bu. Hozir o'yinda ko'rasizlar. Для интерес olib ko'ruvdim. Donat qilgim kelmadi o'zi bu sezon. Ozgina o'zi ham qilib qo'ydim, mayli dedim. Fransiya, нападающий emas, bu защитник bu. Ikona, taxtana. Bu защитада Van Dijk bilan bir xil turadi, ishona olinglar, lekin napadeniyada emas. Ona Lineker Svoloch sotiladigan ekan deb qarasam, mana Husanov bor ekan. Lineker sotilar ekan deb magazinga kirsam, sotish mumkin emas ekan, lekin sotiladigan ekan. Ajoyib. Bu razraботчиlar, Svolochlar shu tekinga bir narsa berishmasin-da bularchi. Hech narsa bermaydi. Shunaqa tasset olasizlar. Necha pul Rossiyada $20 bera olaman Rossiyada yurganlarga. Boshqa magazinda jam unaqa interes narsa yo'q, skidkalar kam. Hammasi shunaqa. Maytda nimani oldim? Jerit olib qo'ydim mayda. Jerit bor edi, Jeritni oldim. Jeritdan 1 tiyinga qimmatga almashtirib yubordim. Qanchaga oldim? 50 sentga oldim. $1 ham emas, $0.5. Mo yaxshi narsa ekan akalar. Qani. Mana. Mono yaxshi narsa ekan. Mana shunda 1 oy davomida Liga Chempion finaligacha bir narsalar berar ekan o'yinchilar mana qarang, sang, olmos. 30 kun yaxshi lekin. Короче, $14 ekan. $14. Shunaqa. Короче, kantanani biroz tekshiramiz akalar. Kantanani bir nima deydi? Ko'rmaysizlarmi qanaqaligini? O'zi Robertoni maslahat beraman akalar. Zashtada unchalik emas ekan, lekin LPda zo'r o'ynar ekan. LVda o'rtacha o'ynaydi ekan. Chap oyog'i sal shtangaga ko'proq tepib berar ekan. Lekin skorost, udar ham pastroq. Kimga o'xshatsa bo'ladi? Shu slabiyroq Rafinha desak bo'ladi. Rafinhasi yo'qlar olsa bo'ladi. Menda 2 ta bor. Bitta emas, 2 ta tushib qoldi Svoloch. Hernandesga almashtirib borsammikin deb turibman. Короче, hayronman. Hernandes lekin o'ta kuchli ekan. Mana biz raqibimiz. Shuni ham o'ynab 20 ta qilib qo'yishim kerak, vaqt bo'lmayapti. Bugun qilib qo'ysam kerak, ko'ramiz. Men qarayman, umniy ekan, 3 ta zashtam o'ynar ekan. 3 ta zashtam o'ynash kerak. O'zi men 4 ta o'ynayapman. Chunki 3 ta qilsam 120 to'rib qolyapti over. Unda o'ynash qiyinlashadi. Vinicius Jumbosh. Mana taxtana. Gol urdi. Qani to'pni orttirib qo'ydim, ko'rinsin. Rodri o'rtacha o'ynayapti, hozircha payt. Lekin Vini bilan Rafinha zo'r. Vini вообще imbalansli karta bor. Qani taxtana. Mana taxtana. Ana sizlarga. Ko'rdinglarmi? Surib o'zi ham yiqilib tusha oladi, qaqilib. Bu zashtada o'ynatish kerak. Rostdan zo'r o'ynasa kerak. Bir qo'yib ko'rsam bo'lar ekan. Yani udar ham yo'q. Bu nimaga oldim buni? Endi yo'q, bundan qamay qilib mayli. 10 ta draftda endi men o'ganda ham. 11 ta draft tushdi-yu nimadan? 11 ta draft bilan 1,5 mingta point beradi-yu. Shunga ela. Prosta men o'yladim, yaxshi bo'lsa Ronaldo kelasa napadeniyaga qo'yib bir yugurtiraman desam, cho'ta joy yaxshi emas. Akalar ozgina shovqin bo'lib qolishi mumkin. Uyda yosh bolalar bor. Uydaman bugun. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, eslichu. Qo'ldan kelgancha olyapman endi videolar. Bu kantana bo'lmabdi. Kantanani o'ynatgani maslahat bermayman. Agar yo'q bo'lsa endi. Короче, Hollanddan ham yomon-da. Holland o'ynatganlar biladi. Hollanddan ham yomon. Bundan ko'ra keyinda olib o'ynatsanglar yaxshi. Keyin Jokerish. Kantana bo'lmabdi. Lekin o'zi shu здоровый napadashlar hammasi o'zi shunaqa. Eng normalnisi keyin bo'lsa kerak. Ronaldoga yetmaydi. Sal uprolat qilish osonroq. Yutdik. Bu ham bizga o'xshagan bot ekan. Yutdik. 9 ga 8 yo'qmi yo 10 ga 9 mi desam qoldi. Короче, bu bilan 13 berib oldi. Shedriliydi qarang. Shuni ham APL bilan Bundesliga bosib 7 talik jetonlar. Jetonimi nima edi? Chiqib qoldi. Mana dribling 185 deb qo'ygan, semizligidan qimilolmaydi baqaloq.
Lekin bu trener rejimida o'ynaydi. Shuning uchun oldim men. Trener rejimda o'ynashini bilaman buni men. Короче, mana bu bizni rezultatlarimiz ravniy o'yinda. Polnik 10 ta gap chiqib qaytib tushib qolib 1 ga tushib qolaveraman. 10 ta gap chiqib qaytib 1 ga tushib qolaveraman. 20 taga bu sezon olib chiqish qiyin bo'lyapti. Chunki kartalar hammada har xil, kuchli kartalar ko'p. O'zim ham chichivoryapman o'ynashda, internet bir tarafdan yasayapti. Hali kuni internet zo'r o'yin bo'luvdi, 10 ta gap chiqib oldim. Yana qayta internet tushib ketdi. Kecha yana qayta 1 gap tushib qo'ydim. Bitta o'ynasam zo'r o'ynab beraman, bitta o'ynasam 4 ta 5 ta o'yin to'q yutkazaman. Hozir o'yin ko'rsataman. O'yinni bir o'zinglar bilasizlar. Ya'ni balkim mendan ham yomon o'ynayotganlar bordir. Balkim men hali nima deb o'zlar aytadi, rukajop deydi-yu. O'zbekchasiga juda bir haqoratli eshitilardi. Shunaqa. Hozir o'ynatib ko'ramiz. Mana uni LP Zeraberto LPda zo'r o'ynar ekan. Qo'yamiz. 8 tada menda Gvardiol bor. Gvardiol Zerabertodan ancha kuchli ekan. Skores pas o'ygan bilan skores pas emas. Bir xil sezmayman men masalan. Qo'yib ko'rdim. O'zgarish yo'q. Просто Gvardiol ushlaganini qo'yib yubormaydi-da. Haligi nima ham Risse degan bor-ku, Raysmi, Rissemi nima edi? Liverpool o'yinchisi. Shu ham juda kuchli. O'zi eng yaxshilar u pozitsiyada Mendish, Hernandez, o'sha Risseda. Hozirgi uni Hernandez topib qo'ysammikin deyapman. Просто kasak bo'lgani yeri overim tushib qolyapti. Yoki ikkita Zerabertoga almashtirishim kerak, unda over tushmaydi. Menga kerak emas karta bu nimani kartasi? Kimmixdik. Kimmix bespolezniy karta ekan, pasiylar yaxshi ekan, bo'ldi. Ya'ni yo'q bo'lsa iloji o'ynatsanglar bo'ladi, atak kerak emas, maslahat bermayman. Shu Kimmix topib tashlab turib, bitta yana zapasnoy Zeraberto ikkalasiga almashtiray desam, overim tushib qolyapti, shuning uchun almashtirmayapman. Bilmadim, sabr chidamayapti. Ko'ramiz haftaning oxirigacha. Keyingi hafta Ali Milinkovic Savic degan varatar keladi deyishyapti. Agar rostdan ham keladigan bo'lsa, unda shunga almashtiraman. Mana o'yinni boshladik, qarovchi akalar. O'zimizga o'xshagan bitta bot brat kelgan. Shu bot brat bilan o'ynaymiz, qarang. Yo'q, ama atak botmasman unchalik. Любой manta o'ynab boramiz. O'ynaymiz desanglar. Mana, молодец, родной. Lekin akkaunti ishmas ekan bu bolani. Слишком slabый o'yinchi tushib qoldi. Qaniydi, hamma o'yinchilar shunaqa bo'lganda. 50 ta yulduz bemalol olardi. Ana, biz ham keltirib qo'ydik. Messi yo'qolib qoldi, bilmayman. Messi borib tashlab qo'yibdi. Qarang. O'zim shaxloch olaman-da, Nesta, Kantana. Давай, Ronaldo bilan. Menda ручное управление полное akalar. Полное ручное управление o'chirib qo'yganman настройкаdan. Безисходный toplar deb beradi. Ya'ni uchib kelayotgan, havoda uchib kelayotgan toplar deyiladi, to'sal zashnalarim o'zi переключение bo'lib, atak men o'zim qo'l bilan almashtiraman hamma o'yinchilarim. Shunga o'rganib qoldim, yaxshi ekan. Ketdi mana. Cristiano Ronaldo. Mana bo'lmasam sizlarga. De Bruyne. Shu yerda Kantana bo'lish kerak aslida. Undan ko'ra De Bruyne'ni o'ynatsam yaxshiroq. Kantana вообще akalar hozir. Kalladan ham urmaydi ekan bu. Men masalan bitta o'yinda o'ynatmadim-da. Bu o'yindan keyin bundan keyin ikkita o'yin o'ynaganman. Shu ikkita o'yinda ham o'ynatib ko'rdim. Nichga bo'lgan ikkita o'yin. Вообще-da. Eng zo'ri men Messiman, o'zi Ronaldo. Napadeniyada haligi R9 Ronaldo yaxshi. O'zi обычный Ronaldo yaxshi. Kim bor edi yana kuchlilarda? Zo'rlari Dembele bilan nima? Mbappe. Bu ikkalariga yetadigani yo'q. Rostdan ikkalasi eng kuchlilar. Sababi o'zim ham rosa qiynashgan. Birat ichib qo'ydim edi. Birat yaxshi bola ekan. Gol urmayapti, menga rahim kelib videoga. Birat yaxshi video olsin deb yutkazmas, sharmandamasin deb. Gabriel ikkaladigan bo'lsa, Gabrielda o'ynashni o'rganib qoldim akalar. Ravniyda normalniy. Trener rejimida o'rtacha. Atak olib qo'ysanglar bo'ladi, sababi 3 haftadan keyin nima tugaydi. Keyingi hafta Fransiya keladi. Undan keyin
kim kelardi? Nima Ispaniya keladi, Bapaylar keladi. Undan keyin Italiya keladi. 3 haftadan keyin inaga keyin haligi U30 komanda chiqadi. Yilning eng yaxshi o'yinchilari shu yerda Gabriel bo'ladi, almashtirib olsa bo'ladi. Shuning uchun Gabrielni olib qo'yishni maslahat beraman. Tak. Keyingi hafta Fransiya keladi. To'plar keladi. Fransiyada Dembele, Kvaratskhelia, Mendes hammasi keladi. Asha Mendes kelishdan ham ijoatmi? Chunki hozir Hernandez tozam menga точно Mendes tushadi. Juda ham shunaqa, men bitta o'yinchini olaman, ana shu o'yinchi menga keyin paf turib tushadi. Ham zash pozitsiyaga o'yin tushib bo'ladi. Shunga o'ylab turibman. Tak. Ana kimni tushiramiz endi? Bu yerda Qoravoyni tushiramiz. Ronaldoniga Rafinhani. Shunaqa endi o'ynatib rosa nima qildim? Maza qilib o'ynadim. Anaqalarda-chi. Rafinha bilan beriga Viniciusni o'ynatib. Prosta internet yaxshi bo'lmasa fint qila olmay qolasan ekanda. Qotib, meni ko'ryapsizlarmi penimni 70-68 shunaqa hozircha. Moskvada bu nechi degan aytaymi? Krasni ham bermadi, penalti ham bermadi. Rossiyada bu boshqa millatlar, masalan, Qirg'izistonda yurganimda 150-120 ping o'ynasa bo'lardi-da. Moskvada 70 bilan o'ynash qiyin. Shunaqa qalatroq. Mana sizlarga. Rodri ham yaxshi Kantanadan ko'ra bor. Mana bola o'zi urib beradi. Roberto. Jalkada hozircha juda ikkita Roberto'da almashtirib Hernandezga almashtirib desam, Jalkada Roberto rostdan yaxshi edi. Almashtirmay turaveraychi. U yerga bitta защитник bo'lib qolar. Hozircha Guardiol bor u. Bitta yaxshi защитник olamiz-da. Asha Mendes. Yosh bolalar tovushi eshitilyapti akalar, uzr-olma. Iloji yo'q. Uylanganingizdan keyin bolacha qo'ygandan keyin shunaqada. Qichu janjal nastalashgan. Shunaqa. 12 minutdan beri gapiryapman ekan. Yutdik. Sharmanda qilmadi, lekin ideal o'yin ham ko'rsatganimiz yo'q. Shunaqa akalar. Kantanani maslahat bermayman o'ynatgani. Iloji yo'q bo'lsa, umuman hech kim yo'q bo'lsa o'ynaysalar bo'ladi. Bugundan boshlab ofitsialni bunati taxtini men qaraylar akalar. Ko'rdinglarmi? O'yinlashtirsam ham men mana o'ynatishim kerak trener rejimda, shu sostavda Kroyfni o'ynatishim kerak. Unda 24 bo'lyapti. 24 bo'lsa o'yna olmayapman. Shuning uchun Kimmihni o'zgartirmayapman. Kimmihni tushiryapman-da, keyin o'yin boshlanishi bilan shart o'zgartirib qo'yapman nimaga? Kroyfga, sababi Kroyf ko'p gol uradigan o'yinchilardan bittasi. Roberto yoqdi menga. Shuni almashtirib olgim kelyapti. Qaranglar, 3 ta pozitsiya plus charchamaydi, plus nima? Fint 5 yulduz. Любой fint qiladi. Elastiko. Shuning uchun maslahat beraman. LPS yo'llariga. LV'da o'ynatsalar ham bo'ladi shu. Acha-mucha momentlarda urolmay qoladi lekin. Zashtiga maslahat beraman. Zashtida вообще слабый o'tayli. Mana Hernandez вообще zo'r buniki. Eng tez hozir защитник chekadagi. Bu ham charchamaydi dem bo'ldi. Paslar bera olgan, lekin qolgan narsalari yaxshi. Защитник защит tarafdan zo'r. Skorost защита zo'r. Mana mayda 3 ta o'yin o'ynaganman. 3 ta o'yinda ham uchalasidan ham Kantana gol urdi lekin. Trener rejim uchun zo'r. Trener rejimga o'ynatgan oldim o'zim. Trener rejimda o'ynataman. Shu bilan tugaydi. Chunki bun talantlari bor, vis, rost hamma yo'g'i bor. Surib tashlaydi. Trener rejimda hozircha boshqa napada shu 50 yulduz olguncha shu o'ynab tursin. 50 yulduz olgandan keyin yo'q qilaman. Shu bash haftacha olib qo'ysam, keyingi hafta yangi o'yinchiga обменga ketadi bu. Taxtakani. Mana 2 ta o'yin hali aytganim. Bitta raundida mana yutdik hozirgi videodagi 2 ta, undan keyin o'ynagan o'yinlarim, ularda men necha o'ynadim. Chunki uni Kantanani test qildim ataylab. Yo kalla bilan uradi o'yinchi, yo tepadi. Hech narsa yo'q, dribling, udar, hech narsa yo'q. Вообще не нужен karta. Shuning uchun akalar maslahat bermayman.
Men aytdim 116 kelar ekan. Akalar men momentga almashtiringlar shuni. 116 ni olib turib maydan. Keyin moment deganinglar bo'lsa, shuni qo'yib turib, ochsanglar yaxshi o'yin tushadi. Kamida Kazemiro tushadi. Shunaqa video ham oxiriga yetib keldi. Hammaga omad akalar. Yaxshi kayfiyat. Yana keyingi hafta video qilamiz endi shu bo'yicha. Mayli, tinch bo'linglar, omon bo'linglar.